Yanımizda chap qo'limizda oshxona, полноценный to'rxona bo'lyapti. Bitta родительский спальня, детский спальня, bu yerda hammom, yana bitta yotoqxona, mehmonxona va oshxonaning joyini yana bitta детский qilganlar, alohida hojatxona bo'lyapti. Oshxona bo'lyapti. Liftning orqasida mana shu как oshxona variant qilganlar. Bu yerda yana bitta родительский спальня, санузел, bitta родительский спальня plus balkon. Bu yerda bitta bolalar uchun yana bitta xona. Bu yerda bitta alohida hojatxona va oshxonani joyini yana bitta komnata qilganlar. Детский plus yarimta balkon. Bu yerda mehmonxonamiz. Qo'shishingiz mumkin. Mehmonxonamizga 6 metrlik balkonni yarmini bo'ltib bu tomonga qo'shganlar. Samarqand shahar Sagzenada joylashgan, Parij oldida bo'lyapti. 9 qavatlik eski domimizda 9-qavatda bo'lyapti. Полноценный to'rxona plus 5 xona hisobiga qilganlar. 80 metr kvadrat umumiy maydoni, yangi liftlar qo'yilgan, kadastr hujjatlarida muammosi yo'q. Narxi 48.500 deyilyapti. Yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, shoshilib qolamiz. Narxi juda ham arzon. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa qilinglar. Ipoteka rassrochkasi ham bor.